Assalomu alaykum. Bu Baby Nilushkani bir kuni Rossiyada. Men veselый, смешной hamda pozitivniy odamman, lekin vloglarimni qanaqadir spokойный tonda olmoqchiman. Lekin shunaqa spokойный tonda vloglarimni qo'ysam, nima uchundir muncha katta prosmotr olmaydi. Shu uchun sizlarning fikrlaringiz kerak. Qanaqa sizlarga vloglar yoqadi? В общем, bugun erim obedgacha uyda edilar. Shu uchun hammamiz birga zavtrak qildik. Ozgina uborkacha qildim. Tirnog'imni olgandan keyin shunaqa ukreplaющий lak qildim. Qaynonam keldilar. Sochlarini mana shunaqa осветлить qildik. Do'pposli sizlarga oldim. Если что, men master flamaster kolorist bo'lib ham ishlaganman. Shu uchun bemalol осветление qilib bilaman. Shu borada obed ham qilib oldik. Obedda menda grechka va ramyon, keyin окрашиваниеga o'tdik. В общем, qaynonam kelganlari uchun bugun hammamiz bizni uyda ujin qiladigan bo'ldik. Shu uchun yana bitta firmenniy ikkinchi ovqatimni qilishga qaror qildim. Bu ham мясо, курица по-французски. Qaynonam imina bizning uyga mana oldimga kelgan paytlari yuzlariga uxodlari eslariga keladi. Shu uchun bugun carboxin healing qildik. Bu yerda sochlarini окрашиваниесini ko'rsatibdilar. В общем-то, hammamiz birga maza qilib ovqatlandik. Ovqatlarning hamma retsepti mana shu aktualimda bo'ladi. Men ham uxodlarni qilib yotdim. Sen пока.